Bu xonadon egalari elektr uchun 1 tiyin ham to'lov qilmayapti ekan. To'g'ri eshitdingiz, 1 so'm ham elektr uchun to'lamayapti. Sababi biz bu yerga 1 oy oldin 5 kilovatlik quyosh panellari stansiyasini o'rnatib bergan edik. Bu stansiya 1 oy davomida 600-700 kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqaryapti. Xonadon egalarining 1 oylik elektr xarajatlari esa 200-300 kilovatni tashkil qilyapti. Shunda ortib qolgan 200-300 kilovat elektr energiyasini kamiga umumiy tarmoqqa qaytarib sotib, har bir kilovatini 1000 so'mdan sotib daromad qilyapti. Siz ham biznesingiz yoki xonadoningiz uchun quyosh panellarini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, ya'ni Samsolar Energy kompaniyasiga 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlari orqali mutaxassislardan batafsil ma'lumot qo'shimchasiga konsultatsiya ham olishingiz mumkin. Ushbu videoni esa elektr uchun ko'p pul to'lab asabiylashib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.